Asqad Muxtorning Chinor romani o'zbek adabiyotining yorqin asarlaridan biri bo'lib, unda insonning ma'naviy o'sishi, muhabbat, vatanparvarlik va ijtimoiy adolat mavzulari yoritilgan. Asar muallifi Asqad Muxtor bo'lib, roman o'zbek xalqining ma'naviyati, tarixiy ildizlari va hayotiy kurashi haqida. Asar voqealari qishloq hayoti haqida kechadi. Chinor daraxti esa xalqning ruhi, sabr-toqati va mustahkamligini ifodalaydi. Asarda qahramonlar o'z or-nomusi, vijdoni, hayotga munosabati orqali tasvirlanadi. Ularda vatanparvarlik, adolatga intilish va insoniylik asosiy mavzulardir. Roman o'quvchilarni o'zini anglashga, axloqiy tanlov qilishga va ma'naviy qadriyatlarni qadrlashga undaydi. Roman voqealari qishloq hayoti haqida o'tadi. Asarda bosh qahramonlar yoshlar, ziyolilar, mehnatkash dehqonlar obrazida tasvirlanadi. Chinor daraxti esa asarda ramziy ma'no kasb etib, u milliy ildizlar, tarix, hayotiy barqarorlik va mustahkamlik timsolidir. Bosh qahramonlar ichki izlanishlar, ijtimoiy tengsizlikka qarshi kurashish, o'z or-nomusi, vijdoni oldida pok bo'lish kabi muammolar bilan yuzlashadi. Asqad Muxtorning Chinor romani bu nafaqat adabiy asar, balki ruhiy, ma'naviy tarbiya manbai. U orqali muallif xalq, inson, hayot, adolat haqida chuqur falsafiy fikr yuritadi.